Xorazmda X3 avtosaloni ochildi. Yurtdoshlar, yangilikni zo'ri sira. Baholanib shuni niyat qo'yib qo'ydi. Shu avtosalon ochilgan munosabati uchun. Qaranglar, bu Sois S nechadi bu? S09. Bahasini ko'ringlar. 403 milliondan sotilgan ekan, 339 million so'm qo'yib qo'ydilar. Bu mashina sotib olish uchun sizda naqd pul bo'lsin, barter xizmatimi, kreditmi, farqi galasa shuda xudo xolasa ishingiz bitadi. Hozir biz sizlarga avtosalonda bu mashinalarni ko'rsatib o'tamiz. Leap Motors 16 mashinamizning bahasini keladigan bo'lsak, bahasini ham aytdik, keyin xarakteristikasini ham aytib o'tdik. Bahası 379 milyon so'm hozir. Bu gibrid tok bilan benzin yuradi. Полный bak benzin bilan 1300 km yurib beradi. Tokning o'zida esa 150 km. O'zimiz zaryad ishlab berib beradi. Shaharda bir dana bo'lib yuraman desangizlar, inatsalar mashina. Yoni yuradi geçti, xo'shay bo'lib yuradi geçti. O'zgacha dunyo bo'ladi. Bu mashinamizning modeli Dongfeng 08 bo'ladi, to'g'rimi? Gibridmi bunga? Gibrid bu. Necha kilometr yuradi bu? 1350 km. Tokning o'zida 200 km yuradi. Savollar bo'lsa, telefon olsa, telefon nomeringizni aytib aka. Telefon nomeri 91 098 100. Avtosalonimizning manzillari Gullar yo'lida joylashgan, Ruhiy shifoxonasi svetoforning yonida joylashgan. Savollar bo'lsa, chiqaverasiz ukamizga.